Shunday qilib ish faoliyatimni boshladim. Ertalabda turib ko'chalarni supurdim. To'g'risini aytsam, ko'chani har kuni supurmayman, chunki yon qo'shnilarim men chiqquncha supurib bo'ladi-da. So'ng eshiklarimni tozalashni boshladim. Bu ishlar hech tugamaydi-da. Har kuni bir xil ish, yerni tozalab, bu yerni tozalab, bolalarga qarab, ovqat, choy-poy. Shunday qilib kunim qanday o'tganini ham bilmay qolaman. Lekin o'zimni ham xafa qilib qo'ymayman, chunki o'rtada bir dam olaman. Birarda obedda mazza qilib uxlayman. Baribir obedga uyqu mazza-da. Haqiqatdan qo'shiqqa e'tibor bergan bo'lsangiz, bu mening sevimli san'atkorim Ziyoda. Uni qo'shiqlarini mazza qilib tinglayman. Qo'shiqning so'zlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi kelinlardan ko'ra hozirgi kelinlar mazza qilib zo'r sharoitlarda yashashadi. Oldinlari issiq suv, avtomat mashina, zo'r sharoitlar qayoqda deysiz? To'g'rimi aziz bekajonlar, tan olamizmi? Ish qilishimga qaranglar, ish qilishimga qarab havasinglar kelib ketyaptimi? Skorisi baland robotga o'xshayman. Qaniydi shunaqa baland skorslarda ish qilsam. Shuncha bir kunlik ishni 5 minutda bajarib bo'pman. Agar shunaqa kelin bo'lsak, albatta tiljag'imiz bo'lmasa. General qaynonajonlarimiz bizlarni boshida ko'tarib yurarmidi? Eshitdinglarmi bekajonlar, meni maslahatlarimga amal qilsalaring, uydagi har xil mojarolarni oldini olasizlar. Qaynona mavzusi ochilib qoldi. Men ham rahmatli qaynonajonimni yodga olmasam bo'lmaydi. Mening qaynonam yaxshi ayol, yaxshi ona, yaxshi qaynona bo'lganlar, rahmatli. Rosa erkak kelin bo'lganman. Yaxshi inson edilar, ilohim joylari jannatda bo'lsin. Shunday qilib eshikdagi barcha ishlarni qilib bo'ldim. Mana eshiklarim top-toza bo'ldi. Ko'rib odamni bag'ri dili yayraydi. Shunday qilib ertalabki nonushtan tayyorlayman. So'ng xo'jayinimni uyg'otaman. 1-2-3 dedim-da, ochil dasturxonimni ochdim. Allohimga ming shukrlar aytaman. Bizni shunday ne'matlar bilan rizqlantiryapti. Vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo. Yurtimizda to'qchilik, barchasiga alhamdulillah deyman. Kelinglar azizlarim, birga nonushta qilamiz. Shunday qilib nonushtani qilib bo'lgach, xo'jayinimni ishga kuzatdim. Yig'ishtirib, yuvib netib bo'lgach, bugunga ozgina kirim bor ekan, o'shani yuvishda davom etdim. Shunday qilib obed peshin bo'ldi. Peshindan so'ng qo'shnim jijilaganda shuni yo'qlab chiqmoqchi bo'ldim. Menga ham chiqishgandi, qaytarish kerak-ku. Kecha kanalimga joylangan sixli somsamdan qilib chiqmoqchi bo'ldim. Shu ondan foydalanib, chopper elektriskiy qozonni reklama qilib o'tib ketmoqchiman. Vobshe zo'r narsa ekan. Chopper elektriskiy qozon vobshe zo'r narsa ekan. Hech ishlatib ko'rmagan ekanman. Kecha kuni zakaz qilib olib keltirdim. Olganimga afsus qilmadim, zo'r narsa ekan. Go'shtimni bir zumda maydalab chiqarib berdi. Mana yo'qlamaga atab tayyorlagan sixli somsam tayyor bo'ldi. Qalay chiqibdi, izlarim chiroyli chiqibdimi? Uni yoniga chaqaloqqa atab chiroyli shiringina kiyimcha xarid qildim. Ilohim chaqalog'imiz ahli solih qori yigit bo'lsin. Shundoq qilib kechki ovqatlanish vaqti bo'ldi. Ortib qolgan xamirdan kechga o'zimizga to'rtburchak shaklda somsa qilib qo'ya qoldim. Endi buni mazasini tatib ko'ramiz. Shundoq qilib bir kunlik kunim o'tdi azizlarim. Videom sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, sizlarga ozgina motivatsiya bergan bo'lsam, men bundan juda xursandman. Videoni shunchaki ko'rmang, yoqqan bo'lsa like bosing hamda kanalimga obuna bo'ling. Sizlar bilan Husnidaxon Sultonova Andijonlik kelin bo'ldi. Ko'rishguncha azizlarim.